Hurmatli Toshkent shahri aholisi va poytaxt mehmonlari, yaqin 3 kun davomida Toshkent shahrida yirik ommaviy tadbirlar bo'lib o'tadi. 22-may kuni soat 17:00 dan 22:00 gacha Bunyodkor stadionida O'zbekiston milliy terma jamoasini futbol bo'yicha jahon chempionatiga kuzatish marosimi o'tkaziladi. Tadbir davomida terma jamoamiz ishtirokidagi mashg'ulot, uchrashuv hamda konsert dasturi bo'lib o'tadi. Tadbirda 30 ming nafargacha tomoshabin ishtirok etishi kutilmoqda. Kirish faqat chiptalar orqali. Shu kuni soat 15:00 da Humo Arena ko'p tarmoqli sport majmuasi oldida Pepsi Lazzatli Fest gastronomik festivali boshlanadi. Tadbir 24-may kuniga qadar davom etib, har kuni 8 ming nafargacha mehmon tashrif buyurishi kutilmoqda. Kirish bepul. Biroq tushunmovchiliklarning oldini olish maqsadida ta'kidlab o'tamiz. Tashkilotchilar tomonidan hech qanday xayriya aksiyalari o'tkazilmaydi. Barcha taomlar bozor narxlarida sotiladi. Shu munosabat bilan tadbirlarga tashrif buyuruvchi fuqarolardan quyidagilarni so'rab qolamiz. Tadbir hududidagi mavjud tekshiruv punktlaridan tartib bilan o'ting. O'tkir, sanchuvchi, kesuvchi hamda boshqa xavfli taqiqlangan buyumlarni olib kirmang. Shaxsiy buyumlaringizga ehtiyotkor bo'lib, shubhali holatlar yoki buyumlar haqida zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlariga xabar bering. Tadbir joylari atrofidagi yo'llarda transport vositalarining harakati vaqtinchalik cheklash choralari ko'riladi. Harakat cheklangan ko'chalarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Shu munosabat bilan jamoat transportidan foydalanish tavsiya etiladi. Hamrohlikdagi voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan nihoyatda diqqatli bo'ling. Hurmatli kattalar, bolaning cho'ntagiga ota-onasi yoki yaqinlarining telefon raqami yozilgan qog'ozcha solib qo'yish. Mabodo adashib qolish holati ro'y bersa, qayerda uchrashishni oldindan kelishib olishni unutmang. Azizlar, mazkur talablar faqat shaxsiy va jamoat xavfsizligingizni ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. Barchangizga yaxshi kayfiyat, mazmunli hordiq va unutilmas taassurotlar tilab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.